Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bir qator Tiko mashinamizdan obzor berib o'tamiz. 99-yil ishlab chiqarilgan kraskasi bir qator asl juda bo'lgan benzinda. Rasxod yo'q, tayyor. Balonlansa stanasam yaxshi. Bahosi 13 million so'm do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. 99-yil bahosi 13 million so'm. Keyin banda 99-yil Damas 1 bahosi 17 million so'm. Metan gaz balonlari bor, balonlansa stansiya yaxshi. Bahosi 17 million so'm. 2000-yil bahosi 25 million so'm. Tak 99-yil ishlab chiqargan mashinamiz bahosini 12 million so'm deb qo'ydik. Bahosini 10 million so'mga tushirdik. Kim naqd pul sanamaydigan bo'lsa 10 million so'mga berib beramiz. Mashina yurtibdi, motor korobkasi yaxshi. Kuzovlar mayda juda ishlari bor. Bahosi 10 million so'm. Kim qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Mashinalarimiz Xiva Avto Savdo 707 turibdi. Ekran nomerlarini qoldirib bemalol aloqa chiqarasizlar do'stlar.